Bo'yin grijasi haqida gaplashamiz bugun. Nega bo'yin grijasi holatida boshda kuchli og'riqlar bo'ladi? Nega bizda qo'lda og'riqlar bo'ladi va kuchli uvishishlar, qo'l harakat cheklanishi bo'ladi? Nega ko'pchilik bo'yin grijasidan ko'plab dori-darmon oladida natija bo'lmadi, bosh og'rig'im ketmadi, qo'ldagi uvishish yoki qo'ldagi og'riqlarim ketmadi deb shikoyatlar bilan yurishadi. Aslida buni sababi nima? Nimaga urg'u berish kerak? Hozir video davomida tushuntirib boramiz. Assalomu alaykum, men Eldor Akrom o'g'li, nevrolog igla-terapevtman, Esperto Med klinikasining asoschisiman. Bugungi kunda Toshkentda bizda ikkita filialimiz bor va bugungi kungacha ham ko'plab nevrologik kasalliklarni, insultni reabilitatsiyasi, yelka bo'g'im og'riqlari, bo'yin grijasi, bel grijalarini davolashda 5000 dan ortiq bemorlarga yordam berganmiz va eng e'tiborli jihati shundaki, mana shu hamma bemorimiz bizga kelishdan oldin ko'plab joylarda davolanishgan bo'lishadi va natija bo'lmadi-ku deb kelgan bemorlar bo'ladi. Endi keling mavzuyimizga qaytamiz. Biz bugun bo'yin grijasi haqida gaplashamiz. Nega bo'yin grijasi holatida bizda qo'lda og'riq bo'ladi? Nega boshda og'riq bo'ladi? Keling buni men sizga tushuntirib berishga harakat qilaman. Ko'pchilik o'tirib ishlaydigan ishda hozir bizda u shofyor bo'lishi mumkin, ofis ishchisi bo'lishi mumkin, o'qituvchi bo'lishi mumkin yoki oddiy masalan etik do'stlar hamma o'tirib ishlaydi. Lekin hech kim bo'yin uchun badan tarbiya, ya'ni bo'yin mashqlarini, bo'yin mushaklarini baquvvatlashtiruvchi, mana shu bo'yin sohamizdagi общий qon aylanishini yaxshilovchi mashqlarga e'tibor bermaymiz umuman. Va shuning oqibatida bu yerdagi bo'yin sohadagi diskka bizga ozuqa yetarlicha bo'lmaydi. Ozuqa yetarli bo'lmagandan keyin bu disk doim bosim ostida yuradi, va bir kun kelib bu yerda grija paydo bo'lishni boshlaydi. Endi grija paydo bo'lgandan keyin bu mana bunday holat bo'ladi bu yerda. Mana grija chiqib nerv ildizini qisyapti. Nega og'riq bo'ladi yelka bo'g'im va qo'llarda? Chunki bizda bo'yinda mana shu плечевое сплетение bor, ya'ni yelka bo'g'im nerv chiganlari. U chiqadi bizning qo'limizni harakatiga, qo'llarimiz ishlashiga, hamma narsaga javob beradi. Nerv ildizini grija qisib qo'ygandan keyin bizda kuchli og'riq paydo bo'ladi va undan tashqari bu qattiq qisib qo'yishi bizda mana shu zonadagi bo'yin sohasida, yelka sohasida mushaklarning spazm bo'lib qolishiga olib keladi. Endi o'sha spazmlar bo'lib ham bu yoqdan nerv ildizi qisilyapti, ham плечевое сплетение, ya'ni o'tayotgan nervlarimiz mushaklar yordamida qisilib qolyapti. Bizda qo'l og'riqlari, qo'lda juda ham katta uvishish, qo'lda kuchsizlik, ko'pchilik aytadi qoshiq ushlashga qiynalyapman даже yoki qo'limning harakati cheklanyapti deydi. Bu qo'ldagi og'riqlar va uni harakat cheklanish uvishlarning sababi. Bildikki, shu bu nerv ildizi qisilishidan bo'yin sohasida chiqayotgan. Bosh og'riqlar, quloqdagi shovqinlar, qon bosimining oshishi nimaga bo'ladi? Boyaga aytganimizdek, bo'yin sohasidagi mushaklarning spazmi bu bir. Undan tashqari ko'proq mana bo'yin sohasiga tegishli bo'yin umurtqasida bizda bo'yin umurtqasi arteriyalar o'tadi. Katta nerv ildizi bu arteriyalarni qisib qo'ygandan keyin bizda bosh og'riqlar bo'lishni boshlaydi. Bizda quloqda shovqin paydo bo'lishni boshlaydi. Bizda qon bosimi o'ynashni boshlaydi. Endi dori-darmonlar oldingiz, mana shu sohaga yallig'lanishga yetkazuvchi, mushaklarning spazmini oluvchi dori-darmonlar oldingiz, lekin natija bo'lmayapti. Nega? Chunki muammo chuqur. Bu yerda chuqur nerv, aytib o'tgandek, chuqur mushaklarda muammo bo'lyapti. Bularni bizning holatda nega shunaqa qiyin holatlarda chiroyli natijalarga erishishimiz sababi, chunki biz imенно mana shu fizioterapiya bilan dori-darmonsiz va operatsiyasiz davolaymiz. Bizda kuchli Yevropa texnologiyalari, igla terapiya, lazer terapiya, magnitoterapiyalar yordamida mana shu chuqur nervlarga, chuqur mushaklarga ta'sir qilamiz. Nerv o'tkazuvchanligini yaxshilaymiz, o'tdagi mushakdagi spazmlarni olamiz, mikrotsirkulyatsiyasini yaxshilaymiz va shuni yordamida fiziologiya tiklanganning evaziga bu yerda bemorlarimiz уже kimdadir 3-kun, kimdadir 5-kun, kimdadir 1-kun juda ham katta yengillik va dori-darmondan olmagan natijalarga erishadi. Va bemorlarimiz hammasi xursand kayfiyatda bizni klinikamizni tark etishadi. Agar siz ham mana shu bo'yin grijasidan qiynalib yurgan bo'lsangiz, uni keltirib chiqazayotgan sabablar va nega og'riq bo'layotganligini sizga tushuntirib bera oldim deb o'ylayman. Tushunmagan bo'lsangiz savolingizni kommentariyaga yozib qoldiring. Siz bo'lsa bo'yin grijasi, bel grijasini sifatli davolashni istamoqchi bo'lsangiz yoki insultni reabilitatsiyasini sifatli
natijani ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, Esperto Med klinikasiga murojaat qiling. Bizni shifokorlarimiz sizni ko'rishadi, tashxis qo'yishadi va xudo xolasa sizni tezroq sog'ayishingizga yordam berishadi.